Farzand kutayotgan o'zbekistonlik mashhurlar. O'zbek san'ati va sport vakillaridan bir qanchasi yaqin kunlarda onalik baxtiga muyassar bo'ladi. Ularning ichida ilk bor, 3-chi, hatto 4-chi marta farzandli bo'ladiganlari ham bor. Afruza. Sho'x shaddod xonanda Afruza ilk bor onalik maqomiga erishadi. U o'tgan yilning 25-sentyabr kuni taniqli aktyor Botir Muhammadjonovning o'g'liga turmushga chiqdi. Afruzaning turmush o'rtog'i ham ijodga yaqin inson. U xalq xizmatlariga asosan turmush o'rtog'i bilan boradi. Gulasal Abdullayeva. Nihol mukofot sovrindori xonanda Gulasal Abdullayeva ham yaqin kunlarda yana bir bor ona bo'lish arafasida. Yaqindagina 30 yoshni qarshilagan xonanda homiladorligi aks etgan videolarni ijtimoiy tarmoqqa joylab boryapti. Farangiz Xoliqova. Aktrisa Farangiz Xoliqova ilk bor ona bo'lish arafasida. Marhum xonanda Husniddin Xoliqovning qizi Instablogger Farangiz o'tgan yilning 8-noyabrida turmushga chiqqan. U turmush o'rtog'i bilan Instagram orqali reklama sababli tanishganini aytgandi. Malika Egamberdiyeva. Xonanda Malika Egamberdiyeva ham yaqin kunlarda ona bo'lish arafasida. U homiladorligiga qaramay xalq xizmatiga doim shay. Malika Ravshanova. Bu mening onam deya barcha onalarning ko'nglini oluvchi xonanda Malika Ravshanovaning o'zi ham bu yil yana bir bor onalik baxtiga erishadi. U 4-marta ona bo'ladi. Garchi xonanda homilador ekanligi haqida alohida post joylamagan bo'lsa-da, xalq xizmatlaridagi videolarda uni yaqin kunlarda farzandli bo'lishini bilish qiyin emas. Diyora Keldiyorova. Olimpiada chempioni Diyora Keldiyorova ilk bor onalik baxtiga sazovor bo'ladi. Sportchi bu haqida o'zining Instagramdagi postida ma'lum qildi. Bahora Arslonova. Aktrisa Bahora Arslonova yaqin kunlarda 3-chi bor ona bo'ladi. U bu haqida Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi.